hech kimni qilgan bir adolatsizligi bu dunyoda bo'lsin, u dunyoda bo'lsin javobsiz qolmaydi. Bu dunyo adolatsiz bir dunyo emas. Allohning adolati har doim ustun keladi. Hiyla qiluvchilarning eng yaxshisi Allohdir. O'shaning uchun ko'p tabiiyki bir mo'min o'laroq qalbimiz og'riydi, siqilamiz, yaxshilik bo'lishini istaymiz, adolat qaror topishini istaymiz. Inshaalloh bu adolat albatta qaror topadi. Hech kimni qilgani bir yomonlik havoga ketmaydi, javobsiz qolmaydi. Alloh azza va jalla yana aytamiz o'zining kitobida, kimki zarra miqdorida xayr qilsa javobi bo'ladi, zarra miqdorida shar ishlasa, yomonlik qilsa uni ham javobi bo'ladi zarra miqdorida. Bu qirg'inlarni tabiiyki javobi bo'ladi.